qaynona bo'lish qiyinroq ekan kelin bo'lishdan ko'ra. Hozirgi paytda ham kelinman, ham qaynonaman. Masalan, men o'zimda shunaqa bo'ldiki, kelinimga birinchi gapirgan gapim, meni ona bo'lishim ham, qaynona bo'lishim ham sizga bog'liq deb aytdim. Kelinlarning o'zi qaynonaligini ko'rsatishga majbur qiladigan paytlari bo'ladi. Qaynona qattiq qo'l bo'lmasam, kelinim meni mensimaydi, nazariga ilmaydi degan fikrga borishadi. Shuning uchun aslida qaynona bo'lish ham, kelin bo'lish ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. O'zingizni farzandlaringizga qattiq gapirgan gapingizni keliningizga gapirsangiz, keliningizga bu o'zingizni farzandlaringizdan ko'ra og'irroq bo'ladi. Yumshoqroq gapiraman sizni erkalayotganingizni vaqt kelganda kelinlar ham tushunmaydi. Kimnidir farzandi bo'lib tarbiya ko'rgan qizni bugun o'zingizni yo'lingizga yurgizmoqchi bo'lib, o'zingiz tarbiya bermoqchi bo'lsangiz, albatta uni qabul qilib olish qiyin bo'ladi. Shuning uchun bir-birini aslida eshitib to'g'ri qabul qilsa, qaynona gapirayotgan gapni kelin to'g'ri qabul qilsa, kelin qilayotgan xatolarni qaynona bolam qilayotgan xatosida to'g'ri qabul qilsa, ana o'shanda qaynona kelinning orasidagi munosabatlar to'g'ri yechim topadi degan xulosaga kelganman.